Bill Gates'ning yoshlarga tavsiyasi. O'z o'rningizni teping. Bill Gates o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtida Amerika bo'yicha eng cho'ng davlat mudofaa buyumlarini ishlab chiqaradigan KRW shirkatining 100 turani imtihoniga taklif qilgan telefonini topshirib oldi. Va maktabdan ruxsat so'rab, o'z g'oyasini reallikka aylantirish uchun 3 oylik vaqtlik xizmatga bordi. 3 oydan keyin Bill Gates maktabga qaytib kelib, kam qolgan darslarini to'liqlab, mavsumlik imtihonga qatnashdi. Uningga nisbatan kompyuter hech narsa emas edi. Boshqa darslarni to'liqlab ulgurgan edi. Lekin kompyuter o'qituvchisi uningga bebaho so'z yozib qo'ydi. Albatta bu baho Bill Gatesning imtihon natijasiga emas, uning o'rganish pozitsiyasiga qaratib qo'yilgan. Lekin Bill Gates bu adolatsiz bahodan og'irnib yurmaydi. Va butun zehnini sonliq ma'lumotlarni kodlashtirish ishiga qaratib, o'zining keyingi ishlariga puxta asos soldi. Hamda oxir ismi jismiga loyiq sistema tuzguchiga aylanib, dunyoviy zo'r natijalarni qo'lga keltirdi. Bill Gates mutlaq adolat mavjud emas. O'rganishdimi, turmushdimi shundaq. Turmushning tangsiz tarafiga moslashib, yuzlanib, oxirigacha tirisha olgandila o'ylab baxmagan natijalarni qo'lga keltirgili bo'ladi deydi. Turmushning adolatsizligi kishini mayuslantirdi. Ammo reallik ana shu. Nurg'unlarimizning o'ng'ayli o'tkazadigan bir xatoligi shuki, biz turmush jazman odil bo'lishi yoki hamon bir kuni tang, barobarlik, odillik ustiga qurilishi kerak deb o'ylab turib olamiz. Ammo u undaq bo'lmaydi. Turmushning tengsizligini e'tirof qilish bizni o'rinsiz g'am qayg'udan qutuldirdi. Hamma ishni mukammal qilish turmushning vazifasi emas. Balki bizning turmushga jang e'lon qilishimizdir. Shunga qiyinchilik va adolatsiz muomalaga uchraganda, o'rinsiz ishlarning qurboni bo'lib ketganda, har qanday kishi har qanday ish uchun afsuslanib, urib o'ltirishning o'rni yo'q. Turmushning adolatsizligini e'tirof qilish, turmushni yaxshilash, dunyoni o'zgartirishdan voz kechishni ko'rsatmaydi. Balki padini o'zgartib, texmi tirishishni ko'rsatadi. Biz ko'pincha hollarda tangsiz muomalaga uchraganda ish og'irtish, afsuslanish bilan bo'lib ketamiz. Amaliyotda bu kayfiyatni texmi bo'shashtirib etadigan tushkunlikdan boshqa narsa emas. To'g'ri. Xayrixohlik bir xil mehr, shafqat va kuyinish. Lekin u chekdan eshib kelsa, tushkunlikning doğrusiga aylanib qoladi. Ish og'irtish, xayrixohlik ishidan aktiv ahamiyatga ega harakatlanishni tortib chiqarish, mana bu eng oqilona tanlash. Turmushning adolatsizlikni e'tirof qilish barliq pasib boshlanishdan derak bermaydi. Biz uni qabul qilish orqali kayfiyatimizni turaqlashtirib, hayotlikdagi o'z o'rnimizni bilalaymiz, topalaymiz. Kayfiyatingizni tanshab turing. Birinchi dunyo urushining oldida Germaniyada Bismarck va Williams ismli ikki dongliq hamshirlik o'tgan ekan. Bir qitim Williams qasriga qaytgandan keyin jon ochiqida narsa keraklarni cheqib ketibdi. Xonish uning yana Bismarckning g'azabiga uchirganligini pamlab, "U nimishqa adisili sizga chiqlandi?" deb so'rabdi. "Siz uqmaysiz. U degan bizdan to'van turgan bilan necha million odamdan ustun turadigan bosh minister. Tövendagi shuncha odamdan kelgan ochiqni menga bo'lsa-mu to'kib olmasa, na'dan chiqarib bo'ladi uncha ochiqni? Men uningdan kelgan ochiqni qandoq chiqiraman? Mana mushundaq narsa chiqib" debdi Williams. Bir mo'mayning cho'ng kuyog'li kunlik, kichik kuyog'li gazet sotadi ekan. Mo'may havo ochiq kunlari cho'ng kuyog'lidan, yomg'irli kunlari kichik o'g'lidan g'am yeb o'ltiramay qoldi ekan. Baraylan uningga aksicha o'ylashni, ya'ni havo ochiq kunlari kichik o'g'lining gazet sotadigan tijoratining, yomg'irli kunlari cho'ng o'g'lining kunlik setib topadigan pulining xiyolini qilib o'ltirishni aytib, uni rostilla xush qilib etibdi. Har xil muhit, har xil kayfiyatni tug'di. Mayuslik va mamnuniyat, o'zini kamsitish va haqovirlik, shukr va ochko'zlik, xushallik va g'azab,
go'zallik va razillik, kamtarlik va hasad qatorliqlarning o'xshash muhitda paydo qiladigan kayfiyat o'zgarishimi har xil bo'ladi. Jungoliklarda mundaq gap bor. Peli qurtiga issiq lozim, bug'doyga so'g'uq. Piyoda kunga boqar, teriqchi yomg'irga. O'jmi terg'in qiz ochiq havoga talmirar. İnsanın kayfiyatimi har xil. Kayfiyat yaxshi chaqda hamma amin, bozilgan chaqda hamma ma'nisiz. Qalaymiqan tuyuladi. Williamsning Bismarckning ochiqig'i chidishi bir ulug' odamning chidamchanligini ko'rsatsa, uning nars kerak chiqib ochiqini chiqarishi kayfiyatni to'riqlashtirishning bir xil usuli. Bu usulni ta'riflashga arzimdi yo'q, muhokama qilishning hojati yo'q. Ammo ta'riflashga arziydigini mo'mayning aksicha tafakkur qilish usuli. Aksini o'ylash kayfiyatni to'riqlashtirishning yaxshi chorasi. Ammo eng yaxshi chorasi emas. Eng yaxshi chora butkul o'y-xiyolni o'zining hayotlik nishoniga qartish. Bir danishman yo'lda ketib-olsa, baraylan uni tillab ketibdi. U orqasiga qarabma qo'ymay mengiveribdi. Uning tilligan kishining kimligini belgisi kelmabdi. Hayot shu qadar qisqa, ammo qimmatlik. Qiladigan ishlar shu qadar nurg'un tursa, mazasiz ishlar uchun vaqt isrof qilishning ahamiyati bormi? Bu zot nimani bilish kerakligi, nimani bilmasimi bo'ladiganligini, nimani astoydil tunish kerakligi, nimani tashlabasimi bo'ladiganligini aniq bekitalgan edi. Bunda qilish xohlagan odamning qo'lidan kelavermaydi. Ammo nishoning jazman bo'lishi kerak. Shu bo'lsa, ishning g'izi bilan peyni ayirish o'ng'aylishidir. Agar biz qimmasimi bo'ladigan ishlarni ayirib chiqalasak, hamma kuchimizni markazlashtirib, jazman qilishga tegishli ishlarimizni voyaga yetkazib qilib, g'alaba fursati va umidini zo'rayta olamiz. Shunaqla bardilla o'zimizning keng qo'rsoq bo'lib ketganini, do'stlarimizning ko'payib qolganini bayqaymiz. İctimai aloqaning muvaffaqiyatsiz bizning ishlarimizning g'albisi nada turibdi? Ammo hayotlik nishoniga burilishning o'zila g'albiga erishganlik emas. Hayotda o'ylab boqmagan ishlarning yuz berib, yo'limizni to'sib qo'ygan ishlar ko'rilib turdi. Masalan, artist bo'lishni xiyol qiladigan bir bolaning yuzini ko'ydirib olishi, yugurish mayri bo'lishni o'ylaydigan birisining puftining so'nib ketishi degandek. Yo'l to'silganda kayfiyatni to'riqlashtiradigan birdan bir omil voz kechish va yangidan boshlash. O'ng'ishsizlikqa uchrab odatlangan turmush odatidan voz kechish jazman zarur bo'lganda qayg'urib, tortib o'tirishning hech qanday ahamiyati yo'q. Voz kechish yana bir qitimliq tanlashdan derak beradi. Bir oxirlashish yana bir yangi boshlanishning onasi. Fursat va baxt allaylangan chog'larda kerilib ketishmi tantaklik. Chunki erishish, yo'qotish, tanlash demakdir. Birini tanlash bilib bilmay yana birdan voz kechishdir. Shundoq, umidni voz kechishga bo'lmaydi. Bu kayfiyatning eng unumli tanishguchisi. Dehqon etizga urug' selayotganda tortadigan jafosidan qaqshamaydi. Erishadigan mo'l usulidan umid kutiladi. Darsxonada o'qituvchi o'quvchilarning kapsizligi bangvoshligidan tortmaydi. Kelajakning varislarining sog'lom, qovul yetilishini ko'zlaydi. Shahardagi shovqin so'rindan g'o'tildiganda u yerdagi qaynoq madaniyat va taraqqiy topgan uchurni unutib qolmang. Yeziladagi ko'ngil ochadigan, o'ynaydigan joylarning ozliqidan ishingiz pishqanda so'psuzuk so'piyini. Kechalari charaqlab turgan yo'ltuz va yaltiroq oyni aslab qo'ying. Kayfiyatni tanishib yeniktin ololgandila, hayotlik yo'lida ravrus puttirab turg'ili. To'xtovsiz olg'i bosqala bo'ldi. Kayfiyat turaqsiz, qizg'inligingiz tavrab tursa, o'ng'ayli yiqilib tushsiz. Hayotlik yo'li hargiz tor emas. Uni tor ko'rsatib qo'yg'ini dalsiz. Bizning ko'zimiz, ko'nglimiz, ko'ksi qorningizning keng bo'lishi mangdigan yo'lingizni kengaytib o'tadi. Eng töven yerdan boshlang. Nilnisning dadisi 10 necha yil beliq tutish bilan shug'ullangan beliqchi bo'lib, boshqalarning qoyilligini qo'zg'ug'idek tamkin edi.
bir yosh o'ningdan. Kunda qanchalik beliq tutasiz? deb so'rabdi. Yigit, qanchalik beliq tutish ancha muhim emas, debdi u. Muhimi, uyga quruq qo'l ketmasamni bo'g'ini. Nilnisning oliy maktabda o'qiydigan chog'da jiqroq tutib, uning o'qish pulini qamdashni o'ylashmasam bo'lmaydi. Hozir u o'qish bitirdi. Tutqunimga rozi. Hali yosh ko'z yetkisiz dengizga qarab qo'yib, beliqchining dengiz haqidagi qarashini bilmoqchi bo'lib, atay so'rabdi. Dengiz bak uliq, shuncha ko'p jonliqni beqib keldi. Dengizning nemishqa shuncha ulug'ligini bilamsan? debdi beliqchi. Darvaqa yigit lo'qma selishqa petinolmay jim turibdi. Dengiz shuncha ko'p suvni qo'yniga sig'dirdi, dedi beliqchi. Ammo muhimi uning o'rni eng to'van. Beliqchi bo'baymi o'zini to'limi to'van o'ringa qo'ya oladi. Shunga u tamkin, xotirjam, xushal. Nurg'un yoshlar o'z o'rnini to'g'ri mo'ljallayolmaydi-da, bir bo'lsa kichikini natijasidan ko'ranglab osmonga chiqib ketadi. Bir bo'lsa kichikini kamchilligi sababli tushkunlashib, to'kishib ketadi. O'zini to'van o'ringa qo'yish orqali mo'ljalligisiz harakatlantirgich kuchga erishish mumkin. O'xshashla to'van qatlamda o'ntinsiz to'kib qo'shayotganlarni kamsitadiganға haqqimizmi yo'q. Ularning natijasi muvaffaqiyat yo'li bizda havas qo'zg'aydi. Ularda ruhiy andisha, ko'taranmagudek bo'pa, g'am qayg'u yo'q. Ular o'zini eng to'van o'ringa qo'yib turib, tirishib buyuk natija yaratganlar. Ammo bizning ko'pinchimizda munchilik jur'at yo'q. Bill Gates qadimki rimlik faylasuf Sirisning mono so'ziga baqayil. Eng yuqori pallaga chiqay desang, eng to'vandan boshla. Gates mundoq deydi. Bu yoshlarga nisbatan intayin yaxshi taklif. Arsin o'qish bitirgandan keyin bir dunyoviy donliq shirkatning Jongo tarmoq bo'limiga xizmatga tushibdi. Keskin raqobat qaynagan zamonaviy pokiz ishxona binosida uning qilindig'ini ustal suritish, telefon qabul qilish, faks yo'llash degandek parcha-purat ishlaydi. Uning xizmatdoshlari bo'lsa g'ayrat shijoati o'rg'ib turgan mag'rur yigitlardan edi. Ular garchi magistrlardan bo'lsa-mu xizmatni berilib ishlaydi. Ishqi qodilib o'tirganda u oldidan o'simi beshini ko'tiribmi qarab qo'ymaydi. U buningdan nemishqidir o'zicha andish qiladi. O'zini past ko'radi. Bo'libmi yaqindan beri ishtoshlarining so'z harakatlari borgancha erkin bo'lib ketgan sari, u o'zini bu qobiliyatlikda to'lib toshgan shirkatda keraksiz narsaga aylanib qolgandek his qiladigan bo'lib qoldi. Atsaqida besh qetib turgan bu qiz har kuni boshqalar ishdan tushganda ishxonlarni tozalab, chiroqlarni o'chirib, ondan uyiga qaytadi. Oldirashlik ichida u doim parcha pul elivlishni unutib qoladi. Ko'cha avtobuslari biletchisiz. Bir yo'llik bo'lg'achqa u hamisha avtobusga chiqib bo'lib, ondan yanchuqlarini maltilab, 10 ko'yliq, 100 ko'yliq pullarni o'rib-cho'rib beqib, tushib ketishga va pul parchalab, yana bir qitimliq avtobusni saqlashga majbur bo'ladi. Bir ko'y pul cho'ng gap emas. Ammo uni yanchuqdan elibla pul sanduqiga tashlay olsak, biz xotirjam, ish qolay. Ixtisosliklarmi 100, 50, 20, 10, 5, 2 bir yo'llarga o'xshash qimmatga ega. Pulning o'zi bir qimmat, ammo dal joyiga boralig'ini haqiqiy qimmat afzalligi. Ong'ingizni to'varak qiling, kayfiyatingiz tinchlansin. Necha qitimliq bo'ron chapqundan keyin hammadan ustun turishning yo'q gap ekanligini asta bayqaysiz. Bola qizidan xoli bo'lish mumkin emas. Sizmi o'ylab boqmagan kulfatlarga uchrab qolishingiz mumkin. Uningdan mutlaq kechib qutulg'ili bo'lmagan ekan, ozroq yo'l qo'yib qo'yganning ziyni yo'q. Xo'jamning xo'jisi ba, Chamg'ur Zadekning o'risi. Bir odam baraqla hammadan ustun o'ringa chiqolmaydi.
faqat o'zining ortiqchiligi va kamchilligini dansab beqib, kamtarlik bilan eng to'ban o'rindan boshlab, eng zo'r tirishchanlik bilan ishlagandila, eng porloq, eng yuksak cho'qqilarga chiqish tamoman mumkin.